Assalomu alaykum. Uyg'oqlar, salomatmisizlar? Kayfiyatlar qanaqa? A'lomi? Menda hammasi yaxshi, chunki biz yangi proyekt boshladik. YouTube'ga kiryapmiz. Bu menimcha umr shu hayotimdagi mana shu 23 yil yashab qo'ygan bo'lsam, eng katta maqsadlarimdan bittasi YouTube'ga kirish edi. Mana boshlab oldik. Muhimi boshlash. Qolganlari davom etib ketaveradi, xudo xolasa. Uyg'oqlar deb boshlaganimning sababini izoh berib ketmoqchiman. Nega uyg'oqlar deb boshladim? Chunki men adashmasam 3 yildan buyon Telegram blog yuritaman. Yozish, har qanday kitobxonlik proyektlari, har qanday shaxsiy rivojlanish, mayda shunaqa ishlar bilan yoqtiraman ijtimoiy aloqalar qilishni. Shunda o'tgan yil uyg'onish kerak, uyg'otish kerak shiori ostida uyg'oqlik kapsulasi degan loyiha qilganman. Shunda men hozir hayotdagi meni shiorim, asosiy shiorim uyg'onish kerak, uyg'otish kerak. Bu avval o'zimiz uyg'onmasak, boshqalarni uyg'ota olmaymiz. Eng avval o'zimiz uyg'onsak, keyin boshqalarni uyg'otamiz, to'g'rimi? Ancha ko'pchilik qo'shiladi. O'shaning uchun men auditoriyamga, obunachilarimizga do'stlar, azizlar, qadrdonlar emas, uyg'oqlar deb murojaat qilaman va bundan keyin shunaqa deb murojaat qilaman. Menimcha izoh berib bo'ldim. Birinchi eng avval o'zimni tanishtirsam, o'zim ismim Sherbek Almatov. Hozirgi kunda Ibrahim Gunyamov ustozimizni biznes trener, biznes coaching va bir nechta kompaniyalar asoschisi Ibrahim Gunyamov ustozni Perfect Consulting Group kompaniyasida instruktor bo'lib ishlayman hamda ta'minot bo'limi rahbariman. O'zimda yoshligimizdan o'zi qiziqish bor, hobbilarim ko'p, ya'ni yaxshi odatlarni shakllantirish, shaxsiy rivojlanish, yozish, o'qish, podkastlar tinglash eng sevimli hobbilarim o'zi odatga aylanib bo'lgan. O'zim bir kun kitob o'qimasam yoki podkast ko'rmasam nimadir kam. Och uxlab qolishim mumkin, lekin nimadir kitob o'qimasdan uxlab qolsam, bir bet muhim emas qanchaligi, yoki nimadir qanaqadir yangilik olmasam, boshqacha his qilaman o'zimni. Boshni qovoq ko'tarib his qilaman, xullas shunaqa. Uyg'oqlar, bugun sizlar bilan ikkita muhim mavzuni gaplashib olamiz. Birinchi sonda ikkita muhim, birinchi son bo'lishiga qaramasdan sifatli, foydali ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ikkita mavzu. Birinchisi nima? Doimiy ilm olish va doimiy ilmga chanqoq bo'lib yurishni qanaqa shakllantirsak bo'ladi? Shuni etaplari bormi? Nima qilish kerak? degan shu savolga birgalikda javob izlaymiz. Men o'zim hozir ustozlarimdan eshitgan, kitoblardan o'qigan va o'zim qo'llayotganlarni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Ikkinchisi esa hozir muqaddima kitobini o'qiyapman. Muqaddima kitobining birinchi qismini hozir o'qiyapman. Hali yakunlamadim, lekin xulosalar bomba. Zo'r. Shu muqaddimani o'qish jarayonida olgan kichkina xulosamni biznesga taalluqli joyi bor ekan, ya'ni biznesga qo'llasa bo'ladigan joylari bor ekan. O'shalarni birgalikda tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, unda boshladik. Xo'p, uyg'oqlar, o'zi doimiy ilm olish, doimiy ilmga chanqoqlik qanaqa shakllantiriladi? O'zi kerakmi? degan savol menimcha ko'pchilik qiynaydi. Doimiy ilm olishni hamma xohlaydi, lekin shakllantirish qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Doimiy ilm olinadi, lekin chanqoqlik yo'q. 1 soat dars o'tib chiqiladi yoki 80 minut dars o'tib chiqiladi, kursdan chiqiladi, lekin chiqilgandan keyin hech narsa yo'q. Nega hech narsa ola olmadim? 1 soat podkast ko'ramiz, nega hech narsa ola olmadim? 1 soat kitob o'qidik, nega hech narsa ola olmadim? Nega menda motivatsiyam shunaqa, nega yo'q menda degan savollar ko'pchiligimizni qiynaydi va shaxsan meni ham qiynagan. Shunda men bitta insonni hayotini o'rgandim. Imom Al-Buxoriy ustozimizni, bobomizni, buyuk ajdodimizni hayot ijodini o'rganib chiqdim. Juda chuqur o'rganmadim, lekin o'zimga kerak bo'lgan xulosalarni oldim. Shu Imom Al-Buxoriy ustozimizda atigi 2 dona odatlari bor ekan. Shu Imom Al-Buxoriy ustozimizni Imom Al-Buxoriy qilgan ekanda, xullas endi boshqa odatlar ko'p, lekin asosiy ikkitasi bor ekan. Nima deb savol bersa, doimiy o'qish, ya'ni doimiy ilm olish va doimiy ilmga chanqoqlik. Ikkita narsa. Doimiy ilm olgan va doim ilmga chanqoq bo'lgan. Men oldin xo'p, doimiy ilm olishimiz kerak ekan. Doimiy ilmga olishni shakllantirib olish menga juda qiyinchilik tug'dirmadi, chunki yoshlikda maktab davrida doimiy o'qiganmiz,
ustozlarimiz nazoratida, ota-onamiz nazoratida doimiy o'qiganmiz. Lekin doimiy o'qishni shakllantirsa bo'ladi, lekin doimiy chanqoqlikni qanaqa shakllantiradi? Hamma shakllantirib olsa bo'ladi, ya'ni doimiy o'qishni hamma shakllantirib olsak bo'ladi, har doim. Hamma ham qo'lidan keladi, lekin doimiy chanqoq bo'lib turishnichi, u qanaqa shakllantiriladi? Shu savol meni juda qiynadi, izlandik qo'limdan kelgancha. Xo'p, shunda bitta zo'r javob oldim. Doimiy nima qildim? Doimiy ilm olayotganlarni kuzatdim. Misol uchun ustozimiz Ibrohim Gulyamni kuzatdim. Doim ilm oladi. Taksida yursak ham, samolyotda uchayotganimizda ham, qayerga borsak, doimiy qo'lida kitob yoki telefonda nimadir ko'ryapti, nimadir eshityapti. Nega? Shuncha ilmli inson, shuncha ko'p puli bor, shuncha ko'p xodimlari bor. Nega yana ilm olyapti? Ilm olganda ham boshqacha oladi, chanqoq, bir yosh boladek oladi. Ya'ni ilmga chanqoqlik bilasizlar-ku, yana qanaqa narsa bo'ladi? Ilmga chanqoqlikni tushuntiradigan bo'lsa, bir yosh bolaga bir surpriz qilamiz, "Voh!" deb o'radi-yu, hayratda qolib ketadi. To'satan beriladi shunaqa. Ya'ni ilmga chanqoqlik har bir yangi ilmni boshqacha birinchi marta eshitgandek oladi. Bilgan narsasini endi shunaqa. Shunda ustozimiz shu narsani ko'rdim. Nega deb savol berdim. Qanaqa? Shunda xulosa qildimki, Ibrohim Gulyam ustozimizni olayotgan ilmini uzatadigan kanallari ko'p ekan. To'g'rimi? Dasturlari ko'p. YouTube'ga podkast chiqaradi. 3 kunlik biznes transformatsiya kurslari bor, u yerga o'tadi. 2 oylik tez natija biznes coaching bor, unga ulashadi. Murabbiyligi bor, mensiz biznes. Ya'ni ustozni olgan ilmini ulashadigan kanallar juda ko'p. To'g'rimi? Har xil joy, mana coachingga ham o'tishi mumkin, kelib kompaniyaga, korporativ o'tishi ham mumkin. Xullas kanallar juda ko'p. Ustoziga, ayoliga, xodimlariga, bizga, shogirdlariga, hammaga ulashadi. Demak, doimiy ilm olamiz, lekin olish jarayonida chanqoqlikni, doimiy qalbimiz ochiq turishini xohlasak, uzatish kanallarimizni ko'paytirishimiz kerak ekan. Shuning uchun Telegram blog ochishni tavsiya qilishadi ustozlarimiz va YouTube, Instagramda profil ochishni ustozlarimiz tavsiya qilishadi. Shogirdlar olishni, misol uchun, kompaniyada korporativ yig'ilishlar qilishni tavsiya qilishadi. Mana endi gap isboti bilan deganlaridek, biz ham mana Telegram blogim bor edi, olayotgan ilmlarimni ulashib borish uchun ochganmiz, yozib borardim. Endi yana ham uzatish kanallarimni ko'paytirish maqsadida YouTube'ni ham ochdik, mana YouTube'ni ham boshladik. Nimaga? Ya'ni doim ilm olaman. Ilmga olish jarayonida menga chanqoqlik bo'lish kerakmi? Bitta Telegramni o'zi yetmayaptimi? Yana bitta qo'shimcha kerak. Qaysi? Instagram yoki YouTube? Endi YouTube tanladik. Demak, YouTube'ga ham ochdik. Mana boshladik. Xudo xolasa endi YouTube'da ham bizning kanalimiz bor. Unga ham sifatli kontent chiqarishimiz kerak deb biz yana ilm olamiz. Ilm olishda chanqoq bo'lamiz. Shuning uchun bu kanalni boshladik. Bu yoqlar menimcha tushuntirib oldim, ya'ni doimiy ilm olishimizni, doimiy ilmga chanqoq bo'lishimiz uchun kanallarimizni uzatadigan kanallarimizni ko'paytirishimiz kerakligini menimcha tushuntirib oldim. Endi muqaddima kitobidan olgan xulosalarimizni to'g'rilaymiz, ko'rib chiqamiz. Xo'p, muqaddima kitobida adashmasam 700 yil oldin yozilgan kitob. Muqaddima kitobida aytiladiki, inson tabiat. Ya'ni insonning xarakteri bor. Insonning xarakterini men shu paytgacha ko'pchilik eshitardik. Insonning xarakterini o'zgartirib bo'lmaydi. Boshqa narsasini o'zgartirsa bo'ladi, lekin insonning xarakteri o'zgarmaydi degan gap so'zlarni ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Xo'p, lekin muqaddima kitobida Ibn Xaldun bobomiz aytadiki, yo'q, insonning xarakterini shakllantiradigan narsa uning geografiyasi, ya'ni tabiati, muhiti deydi. Demak, tabiati va muhitini o'zgartirsak, insonning xarakterini ham, fe'l-atvorini ham o'zgartirsa bo'lar ekan. Zo'r. Yaxshi, to'g'rimi? Endi bunda o'qishlardan qanaqa xulosalar kelindi? Biznesga to'g'riladim ochiqrog'i, bundan olgan xulosalarimni nima? O'zi insonni bildik, sharoit insonning xarakterini o'zgartirar ekan. Kompaniya misolida qaraylik. Kompaniyaga har xil insonlar keladi. Ya'ni
masalan Toshkent shahrida bir kompaniya bo'lsa, har xil viloyatdan insonlar keladi. Har xil xarakterli, har xil tabiatli. Kimdir vodiydan, kimdir vohadan, kimdir Qoraqalpog'istondan, kimdir Xorazmdan. Har xil viloyat, har xil tabiatga ega, har xil geografik hududiga ega, to'g'rimi? Har xil xarakterli insonlar kompaniyaga keldi. Endi ularni boshqarishimiz kerak. Birlashtirishimiz kerak. Nima qilamiz? Shunda muqaddimada aytiladiki, bir xil tabiatli insonlarni boshqarish oson bo'ladi. Ular bilan birlashish oson bo'ladi. Birlashsak kuchli boshqaruv qura olamiz deb aytadi. Shunda endi kompaniya nima qilsam? Demak, har xil viloyatdan xodimlar keldi bizga. Endi ularni birlashtirishimiz kerak esa, demak, tabiat edi-ku, to'g'rimi? Zo'r. Har xil xarakter insonlarni tabiat o'zgartirarmidi? Zo'r. Demak, biz tabiatni qurib berishimiz kerak. Qanaqa zo'r? Nima qilamiz? Kompaniyaga oliy maqsad va qadriyatlarni joriy qilamiz. Oliy maqsad biz birinchi o'rin nima qilinadi? Biznes egasi o'ziga oliy maqsad qo'yadi. O'zining shaxsiy oliy maqsadini qo'yadi va shaxsiy oliy maqsadlarini kelib chiqib, qadriyatlarini belgilab oladi. Biznes egasining ishi. Keyin kompaniyaga yuzlanadi. Kompaniyada o'zining oliy maqsadidan kelib chiqib, kompaniyaga oliy maqsad qo'yadi. Endi kompaniyaning oliy maqsadidan kelib chiqib, qadriyatlarni yozib chiqadi. Zo'r. Demak, oliy maqsad bor, qadriyatlar bor. Endi har xil xarakterli insonlarni hamma qadriyatga amal qilishga undagan holatda oliy maqsadga birlashishga harakat qilinadi. Ya'ni qadriyatlarga amal qildiriladi. Mumkin emas. Yaxshi gapirish kerak, misol uchun mijozlarni yaxshi kutib ol, yomon kutib olma. Ya'ni shunaqa qadriyatlar asosida komandani, jamoani bir tabiat ostida birlashtiriladi. Ya'ni biroz vaqt talab qiladi, lekin har xil tabiatli insonlar qadriyatlar orqali to'g'rilanib bir xil tabiatli jamoa hosil bo'ladi kompaniyada. Bir xil tabiatli jamoa hosil bo'lgandan keyin bular bilan birlashish oson bo'ladi. Gaplarimizni tez yetkaza olamiz. Kuchli komanda, kuchli kompaniya, kuchli jamiyat, kuchli davlat, ya'ni qadriyatlar orqali bir xil tabiat shakllantiriladi. Xodimlarni har xil tabiatli xodimlar bir tabiat ostida birlashtiriladi. Bir tabiat ostida birlashgan insonlarni xarakteri bir xil bo'ladi. Ularni bilan birlashish oson bo'ladi. Maqsad qo'ysak, u bilan birgalikda erishish oson bo'ladi. Nima maqsad qo'ysak, yangiliklarga ochiq bo'ladi. Albatta bu komanda zo'r bo'ladi. Ya'ni oliy maqsad va qadriyatlar kompaniyada muhim ekanligini menimcha mana shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Ya'ni kompaniyada oliy maqsad va qadriyat muhim ekanligini yana muqaddimada aytadi. Muqaddimada jamiyat, davlat deb aytadi. Biznesga to'g'riladim. Demak, kompaniyada oliy maqsad bo'lsa va unga moslab ya'ni qadriyatlar belgilanadi. Qadriyatlar bo'lsa va xodimlarning hammasi qadriyatga aniq amal qilsa, aniq bir xil tabiatli insonlar shakllanadi. Bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Endi bizda muammolar bo'ladi. Ko'pchilik tadbirkorlarda uchraydi. Xodimlarni birlashtira olmaslik, ularni boshqara olmaslik, to'g'ri joyga qo'ymaslik, buna muammolar bo'ladi. Shularga demak yechim qo'llasak bo'lar ekan. Demak, jamoamizni boshqara olmayapmizmi? Jamoamizni birlashtira olmayapmiz, boshqara olmayapmiz. Nima? Sababini tekshirib ko'raylik. Kompaniyamizdagi har bir xodim kompaniyaning oliy maqsadini biladimi? Kompaniyamizdagi har bir xodim kompaniyaning qadriyatlarini biladimi? Yoddan biladimi? Amal qiladimi? Shu savollarni to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Rost. Demak, birlashishda, boshqaruvda muammo bo'lyaptimi? Demak, men o'ylaymanki,
oliy maqsad va qadriyatlarda muammo bor. Hamma xodim bilmaydi, bilsa ham amal qilmaydi. Yana bir rahbarlarni, boshqaruvchilarni qiynayotgan muammolardan bittasi endi xodimlarni yaxshi boshqarish, har xil xarakterlilarni boshqarish, misol uchun, to'g'rimi? Nima qilinadi? Xulosalarimni aytyapman hozir. Bizni kompaniyamizga ikkita xodim keldi. Bittasi qishloqdan keldi. Ikkinchisi shahardan keldi deylik. Shaharda yashab katta bo'lgan, yoshlikdan shaharda katta bo'lgan, muhitda katta bo'lgan, bittasi qishloqdan katta bo'lgan. Shunda biz qanaqadir ular vazifani yaxshi bajarmaganda, ularni jazolashimizda, masalan, qanaqadir jazolar qo'llashimiz mumkin, to'g'rimi? Shunda tavsiya qilinadiki, tavsiya qilgan bo'lardimki, qaysi ma'noda qishloqdan kelgan xodimga jismoniy qiyinchiliklar bilan jazolab bo'lmaydi. Chunki qishloqdan kelgan xodim bu kompaniyadagi jismoniy qiyinchiliklar bor, masalan, pol artish deymizmi, nimadir jismoniy qiyinchiliklardan karrasi qiyinchiligini ko'rib kelgan. Ya'ni u yigitni, u xodimni, u qiz bolani qiynay olmaysiz, ya'ni qanaqadir jazolay olmaysiz. Chunki o'sha narsa emas, undan ham qiyinchiliklarni ko'rib kelyapti. Lekin shaharda yoshlikdan shaharda katta bo'lgan xodimni esa xo'p, uni jazolay olamiz qiyinchiliklar bilan, ya'ni misol uchun pol artasan deyilsa yoki qanaqadir qiyin jismoniy qiyinchiliklarni aytsak, uni qo'rqita olamiz, uni jazolay olamiz. Qishloqdagi xodimni qanaqa jazolaymiz desa, qishloqdan kelgan xodimni qanaqa jazolasak bo'ladi, qanaqa to'g'rilasak bo'ladi, qanaqa muhitga solib uni to'g'rilasak bo'ladi desa, odamlar orasiga qo'y. Biz istaganmiz, biz qishloqdan kelgan xodim keldi, biz uni qanaqa xodim bo'lishini istayapmiz. Shunaqa odamlar orasiga qo'yib qo'ysak, tez o'zgaradi. Shahardan esa kelgan xodimni esa tabiat bilan ko'proq o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Chunki shaharda katta bo'lgan, vaqt o'tkazgan insonlarni odamlar bilan o'zgartirish qiyin. Chunki u yaxshini ham ko'rib bo'lgan, yomonni ham ko'rib qo'ygan. Uncha odamlar bilan va odamlarning so'zlari bilan o'zgartirish juda qiyin. Lekin tabiat bilan o'zgartirsa bo'ladi. Qishloqda xodimni esa tabiat bilan o'zgartira olmaymiz. Lekin odamlar orasiga, ko'p odamlar orasiga, yaxshi odamlar orasiga qo'yib yuborib, birlashtirib, birga vaqt o'tkazdirib o'zgartirsak bo'ladi. Yaxshi odamlar orasiga vaqt o'tkazdirsak yaxshi inson, yomon odamlar orasiga o'tkazsak yomon inson bo'ladi. Keyin mana shu kitobni o'qish jarayonida menda zo'r xulosa bo'lgan, ya'ni insonni qishloq tabiati bilan, shahar esa odamlari bilan sinaydi degaman. Rostdan shunaqa. Mana biroz izoh berib o'taman. Nega qishloqda, mana o'zim qishloqda katta bo'lganman, 18 yoshimgacha qishloqda katta bo'lganman. Nima desa, qishloqda odamlar hammasi bir xil tabiatli. Chunki qishloqda tabiat bir xil, to'g'rimi? Tabiat yoshligidan bitta tabiat ostida katta bo'lgan insonlarning xarakteri, tabiati, bir-biriga bo'lgan munosabati, qadriyatlari, urf-odatlari bir xil. Ya'ni siz qishloqda odamlar bilan sinalmaysiz. Odamlar sizni qiynamaydi. Odamlarni tushunish, odamlar bilan muomala qilish, odamlarni boshqarish sizni umuman qiynamaydi. Hamma odam bir xil. Faqat yoshdan farq qiladi, lekin hamma odam bir xil. Qishloqda tabiat sizni ko'p qiynaydi. Yozda misol uchun issiq bo'lishi mumkin, qish sovuq, ya'ni sel kelishi mumkin, kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin, qor, do'l yog'ishi mumkin, yil yaxshi kelmasdan ekinlar yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Ya'ni qishloqdagi odamlarni hammasini tabiat sinaydi. Ya'ni tabiatga qarshi kurashadi, xolos. Birlashib tabiatga qarshi kurashadi. Shunda qishloqlik insonni, demak, tabiat sinaydi. Shaharda esa-chi, mana shaharga kelganimda, demak, qishloqda tabiatning har xil og'irliklarini ko'rib kelganman, misol uchun qanaqa qiyinchiliklarni. Xo'p, lekin shaharga kelganimda
bir xil tabiat inson emasda, har xil tabiat insonlarni ko'rasiz. Vodiydan kelgan, Qoraqalpog'istondan kelgan, Xorazmdan kelgan, Buxorodan kelgan. Ya'ni shaharda har xil xarakterli, har xil tabiatli insonlar birlashgan bo'ladi. Bu yerda siz har xil insonlar bilan sinalib boshlaysiz. Tabiat bilan emas. Chunki shaharda tabiat bilan sinalmaysiz. Chunki qor yog'sa ham, yomg'ir yog'sa ham ish bo'laveradi, hech qanaqa xalaqit berilmaydi. Kuchli yomg'ir yog'sa ham bunaqa tabiat bilan katta o'zgarishlar bo'lib ketmaydi, lekin odamlar bilan juda katta o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin. Bir yaxshi tanish topib olsangiz, zo'r ishlaringiz yaxshi bo'lib ketdi. Agar bir yomonroq ushlab qolsangiz, ishlaringiz orqaga tortib ketdi. Ya'ni odamlar bilan ko'p sinalamiz. Odamlar bilan juda qattiq sinalamiz. Shunda demak, xulosa qilishimiz kerakki, yana xulosa qiladigan bo'lsak, bizda xodimlarni boshqarishimizda ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Shaharlik xodimlarga boshqacha munosabatda bo'lish, qishloqlik xodimlarga boshqacha munosabatda qilish, ikkalasiga bir xil munosabat qilishsak, menimcha to'g'ri kelmay qoladi. Chunki tabiatlar har xil deb o'ylayman. Menimcha shu ish beradi. Va endi kompaniyadagi yana bitta zo'r usul, kompaniyadagi xodimlarni birlashtiradigan, birlashtirib harakat qildiradigan narsa nima? Qanaqa qilsak bo'ladi desa, men tavsiya qilgan bo'lardim va ko'p kompaniyada o'sha usul qo'llanyapti. Hamma xodimni birlashtirib tog'ga olib chiqish. Nima qilishlar beradi? Chunki kompaniyada xodimlar bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lishi mumkin. Juda uzoq vaqt bitta kompaniyada ishlayversa, baribir orada nimalardir gap qochishlar bo'lishi mumkin, tortishuvlar bo'lishi mumkin. Birlashtirayotgan vaqtimiz kelib qolgan paytda nima qilishimiz kerak desa, shunday bir sutkaga yoki 2 sutkaga xodimlar bilan umuman ishxonadan, ofisdan uzoqroq tog'ga olib chiqilish tavsiya qilinadi. Foydasi ko'proq bo'ladi, chunki chiqdi bu yerdan chiqib ketildi, tog'ga chiqdi, tog'da yana tabiat bor. Tog'da aytdim, tog'da tabiat bilan sinaladimi? Demak, tog'dagi tabiat bilan sinalish uchun, tog'dagi tabiatga qarshi kurashish uchun birlashishga to'g'ri keladi. Tog'dagi birlashib bir-biriga birlashib suhbat qiladi, vaqtni maroqli o'tkazish uchun. Ya'ni shaharda masal uchun hamma o'z joyida o'tirib ham kompyuterda har xil narsalar ko'rish mumkin, to'g'rimi? Har xil narsalar o'zini ovutib, kimdir podkast, kimdir kitob o'qitish mumkin, kimdir choy ichib o'tirish mumkin, kimdir kofe ichib o'tirish mumkin. Lekin tog'ga chiqqandan keyin uzildi, masalan, internet ishlamayapti, internet ishlamayapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashildi. Endi o'zi bilan o'zi ovulgingiz kelmaydi, birlashgisi keladi. Chunki tabiat bitta. Toqqa chiqaylik, birlashib toqqa chiqaylik. Birlashib cho'milaylik, birlashib qanaqadir o'yinlar o'ynaylik, uje birlashilyapti. Va birlashilgandan keyin bitta tabiatga chiqilgandan keyin tabiatga qarshi kurash boshlanadi va kuzatsangiz, hamma xodimlarning tabiati bir xil tabiatga ostida birlashadi. Va ularni qaytarib kelib kompaniyada ishlatib boshlasak, ular bir tabiat ostidagi xotiralari va o'sha yerda birga kurashganlarini eslab, ular o'sha jarayonda kuchli komanda, ya'ni birlashib, oldin tortishib yurganlar ham o'sha birlashgan, o'sha kimdir yordam qilgan, tog'dagi hikoyalar, nimalar qilganlarni eslab, ya'ni komanda birlashadi. Buni qo'llasa bo'ladi. Yana isboti hozir mana bizda Ibrohim Gulayam ustozni 2 oylik tez natija dasturida bizda shunaqa dastur bor. Ya'ni dastur o'rtasida tog'ga olib chiqiladi tadbirkorlar. 2 sutkaga tog'ga olib chiqiladi. Mana real ko'zim bilan ko'rganim o'zim voqeaga. Tadbirkorlar keladi. Boshida kelganda har xil viloyatdan, har xil hududdan kelgani evaziga u tadbirkorlarni birlashtirish biz uchun juda qiyin bo'ladi. Hammasi har xil xarakterli, hammasining o'z olami bor. Bir-biri bilan birlashtirish juda qiyin bo'ladi. Birlashinglar, maslahatlashinglar, hamkorlik qilinglar desa ancha qiyin bo'ladi. Lekin biz 2 sutkaga hammasini olib chiqib, tog'ga borib, dars o'tib, birga o'yinlar o'ynatib, har xil o'yinlar o'ynatib qaytarib kelganimizdan keyin umuman boshqa tadbirkorlarni ko'ramiz. Xo'p, 2 kun oldin, 2 sutka oldin
begonalar qadrdon bo'lib ketgan. Aka-uka, jo'ra, nima, mafiya, bir-biriga komanda qo'yilib, mafiyalar, burgutlar, nimalar deb bir-biriga komanda birlashib, juda yaqin aka-uka qadrdonlardek bo'lib ketadi. Yani bir daqiqa yana keldi, coachingga keldi. Har xil xarakterli tadbirkorlar birlashtirishimiz qiyin bo'lib turdi. Ikki sutkaga toqat chiqildi, o'qitildi, tabiat bilan o'ynaldi, qaytib kelsa hamma birlashgan. Hamma zo'r, hamma bir-birini qo'llayapti. Ajoyib. Demak, buni biz oilamizda ham qo'llasak bo'ladi. Demak, oilamizda qanaqadir muammolar bo'lyaptimi? Oilaga toqqa chiqib ketishimiz. Qanaqadir sayohatga chiqib ketish. Boshqa tabiatni o'zgartirishimiz kerak, xullas. Oilamizda nizolar bo'lyaptimi? Demak, boshqa tabiatga olib borib bir nechadir kun yoki hafta yashab kelishimiz. Kompaniyamizda muammolar bo'lyaptimi? Xodimlarni boshqaruvda boshqa tabiatni o'zgartirib sayohatlarga olib chiqishligimiz menimcha zo'r foyda beradi, xudo xolasa. Demak, foyda berayotganlarni ko'rib, xulosa qilib aytyapman. Xo'p, demak, uyg'oqlar Ibn Xaldunning muqaddima asaridan olingan chuqur xulosalarimni biznes boshqaruv va kompaniya qurilishiga moslab chiqishimiz natijasida nimalar qilinadi desa, biznes va kompaniya qurishining o'z asosiy falsafa borligi. Bundan buni tayyor formulalari borligini anglab yetamiz va yana nimalar qilamiz? Birinchi o'rinda biznes egasi o'ziga shaxsiy oliy maqsad qo'yadi. Oliy maqsadiga qarab, o'z shaxsiy qadriyatlarini aniqlab yozadi. Shundan so'ng biznes egasi o'zining oliy maqsad va qadriyatlariga tayangan holda kompaniyaga oliy maqsad belgilaydi. Kompaniyaning oliy maqsadi asosida kompaniya uchun qadriyatlar tizimi yaratiladi. Muhit va tabiat. Oliy maqsad va qadriyatlar kompaniyada tabiiy muhitni yaratadi. Bir xil tabiat, ya'ni bir xil qadriyatlar, fikrlar va maqsad uyg'unligi har xil xulq-atvorli insonlarni birlashishga undaydi. Bir tabiatda yashaydigan insonlar kuchli, barqaror kompaniya qurishga qodir bo'ladi. Tayyor muhit bo'ldi, endi boshqaruv kerak. Kuchli boshqaruv uchun avvalo birlashish kerak. Birlashish uchun esa bir xil tabiat, yana bir xil tabiat kerak bo'ladi. Bir xil qadriyat va maqsad doirasida birlashgan insonlar zarur. Muhit, u tabiat o'z nomi bilan insonning xarakterini o'zgartira oladi. Demak, bizni yaratgan tizimimiz, muhitimiz, qadriyatlarimiz, oliy maqsadimiz kelgan xodimni o'zgartira oladi. Xarakteri o'zgargan xodimlar, ya'ni yangiliklarga ochiq, o'zgaruvchan, intiluvchan, ilmli xodimlar kompaniyani tarix yaratuvchi kuchga aylantiradi. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, kompaniya bu odamlar shunchaki yig'ilgan odamlar to'plami emas. Bu umumiy maqsad va umumiy tabiatda yashaydigan odamlarning kuchli uyg'unligidir. Uyg'oqlar, mana bugungi kontentimizni yakunladik. Sizlardan ikkita narsani iltimos qilgan bo'lardik jamoamiz bilan. Kontent yoqqan bo'lsa, eng avvalo obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, do'stlaringizga, yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, kursdoshlar, sinfdoshlarga yuborishlaringizni iltimos qilgan bo'lardik. Bu bizga nima beradi? Keyingi kontentni tezroq qilishga energiya beradi, kuch-quvvat beradi, g'ayrat beradi, energiya beradi. Xo'p, ikkinchi iltimosim, albatta kommentariya yozayotganda bugungi mana birinchi kontentimizda biz bilib bilmay qilgan xato kamchiliklarni aytishlaringizni, yozishlaringizni iltimos qilgan bo'lardik. Biz buni keyingi safar takrorlamaymiz, albatta. Lekin faqat bittasini emas, faqat agar maqtasangizlar, faqat like bosib, qo'llab-quvvatlasangizlar, kontentlarimiz tez chiqadi, energiyali chiqadi, lekin har safar sifatsiz kontentlar olib chiqishimizga sababchi bo'lib qoladi. Lekin har safar tanqid qilaversangizlar, maqtamasdan faqat tanqid qilaversa,
bu kontentlarni o'zi keyingisi chiqmay qolishligiga sabab bo'ladi. Lekin ikkalasini baravariga ham qo'llab-quvvatlab, ham xatolarimizni aytib, bizni yordam bersangizlar, bizning kontentlarimiz tez va energiyali va har safar oldingizga nisbatan sifatli kontentlar olib chiqishimizga sababchi bo'lasizlar. Biz birgalikda erishamiz, birgalikda uyg'onamiz va uyg'otamiz. Uyg'onish kerak, uyg'otish kerak. Rahmat.